Viloyati Bekobod tumani 46-umumiy o'rta ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Hamroqulov Muhammadjon. Bugungi mening loyiha ishim foydali robot, ya'ni bu robotimizning xususiyatlari 6 tadan ko'p xususiyatlari bor va birinchi boshdan boshlaydigan bo'lsak, kechqurun suyuqlik vazifasini bajaradi va yana buni yozning kunlari kansani qo'ysak bo'ladi va bu pulchat yordamida boshqariladi va uning tagiga muz va suv yordamida qo'yadigan bo'lsak, havoni namlantirib berishga yordam beradi va yana bunda plyusos mavjud. Ushbu plyusosimiz kichik joylarni plyusos qilishga yordam beradi. Va yana bunda suv kullari mavjud va bemalol yozgi kunlari bundan suv olib ichsak bo'ladi va orqasi ochiladi va orqasidagi har xil mexanizmlarni ko'rib turish imkoniyatiga ega va bu shuni pult yordamida boshqariladi. Ikkinchi ixtiroimiz bu inkubator, ya'ni inkubator jo'ja ochish uchun yordam beradi va buni yoqish uchun birinchi blokdan foydalaniladi va apparatimiz yonadi. Bu issiqlikni va namlikni o'zi birdek ishlab turadi. Birdek ishlab turishga yordam beradi va bu jo'ja ochish uchun 37-8 gradusda ichida birdek ishlaydi va bunda faqat issiqlik emas, namlik ham kerak bo'lganligi uchun ichiga suv va ventilyator qo'yiladi va ushbu ventilyatorimiz suvni ko'tarib beradi va namlikni oshiradi va bu termoregulyator S442 model qo'yilgan va ko'rishimiz mumkin. Bundan keyin taymer, bu taymerimiz o'sha lotokni, ya'ni ona to'q aylantirgandek bu motor yordamida lotokni boshqarib aylantirib turadi va bu har 2 soatda bir marta 45 gradusga aylantirib jo'ja yaxshi har tomonlama yaxshi chiqish uchun foyda beradi. Rahmat, salomat bo'ling.